2026-yil 2026-yil 4-iyun Toshkent viloyati Qibray tumanida do'stlar Fayzli fermaga kelganmiz. Rekord. Mana sementalni qarang. Mana bularni dam olib yotishini qarang. Bunisiga nima ekanda? Xuddi mana shunaqa katta gigant bo'ladigan. Mana do'stlar, zo'r kadrlar, hamyonbop, eng muhimi. Ana ertaga xudo xolasa, maqsad sutku bo'ladi, sut yo'nalishi bo'lgandan keyin. Mana shu hozir nechta soniga 8 ta g'unajinimiz bor. Sutini shundan topshirganingizda-chi sutchilar o'zi talashib qoladi. Sababki jirnis past ekanda muammo qila olmaydi. Semental bor, Ison bor, Ukrainki bor, rossiyskiy, galishtin yo'q bu yerda. Savdil aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Rahmat. Charchamasdan, ko'z tegmasi aka. 8 ta chertib tanlanganlar. Bular ma'lumotlarni aytib keting aka. Yosh oyligi qanaqa? Qochganlar ham bormi? Chiqaring a. Birga. Ha, 4 ta qochgan. Aha. 4 ta bo'g'oz, 4 ta qisir. 4 ta bo'g'oz, 4 ta qisir. Ha. Va qoch. Qoch. Ya, u Aka bor. Nima qilmaydi? Oho. Hammasi birinchi qoringa. Aha. Hozir bitta tanishtirib o'tib ketaman-da, qaysi qochgan, necha oylik, bitta ko'rsatib o'ng, shu hammasini nosini beraman. Hozir bu yerda o'zi assortimenti nimalar bor aka mana? Semental bor. Semental bor, Iston bor, Ukrainka bor. Nemismi bu? Qaysi? Mana. Ha. Nemis bor. Semental. Mana rossiyskiy bor. Bular? Ha. Mana bu yoqda Bushovskiy bor. Mana Bushovskiyimiz ham bor. Xo'p, Ukrainka bor. Haqiqatan ustini ertaga sog'ib topshirganda ham sutchilar muammo qilmas ekanda. Umuman. Hamchi ular joni baquvvat sigirlar. Ha. Joni baquvvat sigirlar. Chidamliligiga ham? Hamma joyga tushib ketaveradi. Ko'z tegmasin. Mana bu sigirlarga qarang. Sigir emas, g'unajillar. Qaysilari qochgan endi aka? Qarang, bu yerda-chi bu qisir Qochmadi bu? Bu qochmagan. Ikkita qochmagan. Ikkita. Kanovchi nemis. Aha. 3 ta to'qol. Ha, keyin mana Bushovskiy. Bu ham qochmagan-a? Ha, 4 tasi qochmagan. O'zi qochganlar badani zo'r bo'lib ketibdi-da. Shunaqa. Lekin qochishga tayyor. Bugun qo'ysa bugun bo'ladi, erta qo'ysa erta. Qochishga tayyor, unaqasi yo'q. 1 oy kut, 2 oy kut degan joyi yo'q. Eng kichkinasi mana shu shakllar yo'q, bunday bo'y pastroq. Eng kichkinasi ana qizil. Mana shu ikkovi teng, pashti teng. 1.30 plus bordi kichkinalar ham, ha? 1.30 dan baland. Kamini aytaylik. Ha, 1.30 dan baland. Biz hozir olib kelib, ana qarishlab, o'shlab yurmadik-ku, lekin kichkina mollamasdi, bular. Mana. Mana bu bo'g'oz ham chetdagi. Yo'q, u ham qochmagan. Ha, bu ham, xo'p. Qarang. 1, 2, bu yoqda 3 ta qochmagani. 3 ta mana shu uchalasi. Ha. Keyin ana mana qarang, shoxi yo'q. Nemisimiz qochmagan. Lekin men shu ham qochgan bo'lsa kerak nima? Badani zo'r ekan mashina. Ya endi bu qo'yurgan, tekshirtirmadik, qochmagan hisob qilaversin. Ha, qolgan tekshirtirganingiz chiqdimi? Shunaqa qolgan tekshirdik, chiqdi qolgan. Lekin o'slari zo'r ekan buni ham, mana qarang. Ana katta sigirlar bor-ku, mana bularni yosh variantida. Mana. Bo'g'ozli davri qanaqa chiqdi bo'g'oz bo'lganlar? Bo'g'oz mana bu bor. Mana bu oqchi 4 oylik. Hozirchi Sayfiddin aka mana shunaqa rangli buzot tug'ilsa-chi, anaqa otasi nima edi ani? Qaysi? Belgiyskiy. Rangi mana shunaqa tug'ilsa bo'ldi aka, belgiyskiy bo'lib ketyapti. Mana. Necha oylik bunimiz bo'g'ozligi? 4 oylik. Anaqa? 4 oylik bo'g'oz. Kelib tekshirtirib olaversin. Yashang aka. Mana ketdi birinchi. Mana shular bo'yi 1.40 kelib qoladi. Xudo xolasa. Ha, plus hamdir. Ketdi bu. Semental bo'g'oz 3 oylik. Gap yo'q, lekin ideal qochibdi sementala. Toshtarozlarga kelib, Toshtaroziga kelib, bo'ybastlar yetilib qochibdi o'zi ham. 3 oylik bu. 3 oylik bo'g'oz. Mana qizil bor. Mana Ukrainka 3 oylik. Bu ham 3 oylik. Ha. Mana. Bular yana o'sada qochgani bilan, ha? To'xtab qolmaydi-ku. Qancha o'sadi, tuqqandan keyin o'saveradi bular. Ha, hali yosh-ku birga. Ha, asosan ana ikkinchisiga borganda to'xtaydi-da bular. Ha. Keyin mana shu rossiyskiy ham bo'g'oz. Mana bunimiz, ha. Bu ham 4 oylik bo'g'oz. Lekin haqiqatda burada ham shalvallarni qarang mana. Mana ostlar. Ana bitta qarang, savol beraman. Endi bu stajingiz katta sizni bilaman. Qochmagan g'unajilarimizdan hozir chiqyapti-ku, yoki egiz tug'ilib qolgan detskiy. Ha. Bunaqalar yo'q-a? Yo'q, bular tekshirtirilgan. Tekshirtirilgan. Ha, unaqa yo'q.
Endi baribir kichkina pulga olmaydi-da, kim olsa ham aka. So'rash vazifam. Soniga 8 bosh, 4 tasi qochgan, 4 ta 4 ta bo'g'oz, 4 ta qochmagani. Kechkisi 3 oylik botdim shunda bo'g'ozlarni. Aka, mana joy, Ha? mana mol. Ha? Muammo yo'q. Agar yo'qsa, kelsin, bo'g'ozligini tekshirsin, shu ana detiskimi yo'qmi shunisini tekshirsin. Doktor bilan kel. Ha. Qonini ham tekshirib olsin. Ha. Qonini tekshirsin, muammo yo'q. Mana. Hozir shuni biza qarang, Sayfiddin aka. Eng kechkisini 3 oyligiga, oldi 4 oylik botdi-da. Shunaqa. Bo'g'ozli davri. Qarang, 3 ta 3 oylik, bitta 4 oylik. Ha, 3 ta 3 oylik, bitta 4 oylik. Bitta 4 oylik. Lekin hozir 4 oy ketgan bo'lsa, bu yog'i yana 5 oy. Vo, rasa sezonga pul bo'lar ekan. Shunaqa. Eng zo'r ideal variantga zo'r pul bo'lib berar ekan, xudo xolasa. Moldan mol qolsin degan varianti mana shu bo'ladi mana. Eng qiziq joyga keldik endi aka, kulminatsiya. Ana aytadi-ku, Ha. yetilganda 80 million, 90 million deydi-ku. Ha. Unaqa emas aka, 55 millionlik bo'lib bersin. Yetadi o'shanda. Yetadi. Eng qizig'i 5 oyda-da bu, yana 5 oylik ish qolgan bularni. Mana buniki 6 oydir. Aka, yesa 5 oyda 5 million pul yeydi, oyiga 1 milliondan yesa. Mol boshigami? Yo'q, masalan deb yetilguncha. Ha. Lekin yevor olmaydi, ha? Ya. 1 million yevor olmaydi. Endi yesa deyman-da, olgan pulga 5 million qo'shib qo'ysangiz ham, ja 55 millionga tushib ketmaydi demoqchiman. Ha, to'g'ri. Zo'r foyda qoladigan qilib eting endi aka. Mana misolchi mana bular yetilsa 80 million so'rashsa kerak shu sementalga. Chiki ko'rib yuribmiz-ku. Endichi, qarang, bitta nosi bor bu yerda. Ha. Mana 8 ta bitta sotilishi kerak-da. 8 tasi bir joyga, bir qo'ra. Nech pul aka? Keltirib eting. Endichi, 8 tasini bir joyga, dastavka O'zbekiston bog'lab qilib beramiz 12 viloyatga. ha, 37 dan deyapmiz. Ha. Kami bor. Agar chini bilan ish quvvazi bo'lsa-chi, 36 dan dastavka ichiga qilib beramiz. Hammasi bir joyda bo'lsa. Yana ham kelishamiz. Shunda aka, ana eston ketyapti. Mashti 8 ta hammasi, sementallar ham. Hammasi, ha. Mana Ukrainaga hammasi kirib ketadi. Do'stlar, mana haqiqiy jackpot varianti. Xudo xolasa 30 nechidan dedik? 36 dan hammasi bir joyda bo'lsa. Yashayapti. Lekinchi ana kelib bitta semental 36 ga yo'q. Bunga 40 ga ham yo'q bu. 40 ga ham yo'q. Hammasi bitta sotishimiz kerak. Tushundim aka. Bir qo'ra joy bo'shatish kerak. Shunaqa. Xudo xolasa do'stlar, katta yangilik bo'pti shu rekord fermada. Shunga joy bo'shatishga, hammasi bir qo'raga, bir sodaga. Eng zo'r joyi shu-da. Hozir u deyishinglar mumkin. Haqiqatda sezonga moldan mol qolsin bo'ladi-da. Qolgan qochmagan 4 tasini ham qochirib qo'ysangiz, fevrallarga chiqib 7-8 oylik bo'lsa ham ular ham zo'r pul bo'lib ketaveradi. Muhimi molni sog'lom, qarang, o'ynab yuribdi hammasi. Aka, yedi ishda aytdim-ku, mana joy mol kelib bo'g'oz qisirligini ham tekshirib olasiz, matkasi hamma joy, muammo yo'q, umuman. Mana do'stlar. Niyat qilgan akalarimizga, musofirda akalarimizga, vatanga qaytganingizda mana shunaqa qo'ringlarda mana shunaqa mollar ko'zinglarni quvnatib tursin. Assortimentda hammasidan bor-da. Bahona topa olmaysiz. Pul bo'lsa bo'ldi, ish bitadi. Terilgan. Siz uchun terilgan. Andijondan 2 ta, Farg'onadan bitta, Toshkentdan 3 ta emas, hammasi bitta joyda yig'ilgan. Shunaqa. Shuna telefon qilib, baraka qilish kerak, tamom. Yo'lga chiqyapman deb. Mana. Ya mollar zo'r aka. Lekin oyoqlari hamma taraf ketgan. Narxini ham zo'r etdi, Sayfiddin aka. Mana belgiyskiy deganingiz. Ya, men aytmadim, shunaqa deyishyapti. Hozir so'kishadi bizlarni. Shunaqa deyishyapti. Rangi shunaqa bo'lsa, o'zi yaqin orada ko'rdingizmi shu belgiyskiyni? Yo. Bir oy 2 oy. Ko'rmadim hali. Sen qochgan, mana shu odamga anaqa ekan, bor ayoqqa borgan. Lekin semental desangiz, turi bilan olib kelyapmiz ham, sotyapmiz ham, boqayapmiz ham. Ha, shunaqa aka. Mana. Katta sigirlar ham bor ichkarida, xudo xolasa ular sinovda tayinlanyapti. Yana ham bir hafta nari bersda sutlarini tekshirib, bir video qilib beramiz katta sigirlarni ham, aka. Ha, bular ketib qolsa yana o'zgarishlar bor. Ha, o'zgarishlar bor. Ozgina qoldi. Nomer yozib qo'yinglar, saqlanib qilib. Do'stlar, hozir nima deydi, bir qism qimmatli tuyulishi mumkin, to'g'ri, lekin mana rekorddan mol olib baraka topganlar kommentariyaga yozib ketinglar.
Aka YouTube'da qo'yayotganda gapiramiz-ku. Ha. Unchadan deb. Muomalada gap. Kep tepasiga kelib, mana shu Davron aka bilan savdosini qilsa-chi, balkim ancha pastiga bitib qolar. Ha, shunaqa. Naqd pulli kuchli. Shunaqa. Naqd pulli kuchi bor. Yoqqan odam kelib tepasiga kelib savdosini qilsa, Yashang aka. Do'stlar, biz ko'rsatdik, yaxshisini ko'rsatdik, sifatlisini ko'rsatdik. Umringiz o'tganga achinmaysiz. puliga arziydigan mollar. Puliga arziydiganini, Mana. kelajagi zo'r, bor emas, kelajagi zo'rlarini ko'rsatdik. Mana shular sementallarni, yoniga ola qoralarni qarang, mana ostlarini yaqinlashtirib beraman, qarang. Mana bu rossiyskilar. Mana bu tengi yo'q mol mana shu. Qaysi biri? Mana shu qizil. Ha, kuranka. Bular jinnisi ham kuchli-a? Shunaqa. Bolaga ham zo'r, sutga ham zo'r. Chidamliligini ayting. Chidamliligi ham zo'r. Hadeb doktor chaqiravermaysiz. O'z bu yerda doktor chaqirgani yo'q-ku. Hammasi anaqa. Hozir eng muhimi arzon yemishda turibdi-da bular. Somon kepa. Hozir mana shu holatda. Mana shu holatda. Mana. Uje hadbiy bug'doy o'riladi. Somon arzon bo'ladi. Bosib qo'ysiz. Aka somon olib boshladik. Mana. Somon olib boshladik o'zi. Mana qarang, somon kepini o'zida shunchalik turibdi. Mana bu yerda tuzi bor. Gap yo'q lekin. Toshkent viloyati madaniyatdamiz. Rekord fayzli ferma do'stlar. Sizlarga yaxshisini aqlimiz qodir qilgancha, Alloh qodir qilgancha obzor qildik. Mabodo videoda xato kamchilik bo'lib qolsa, aytib buyurmaysizlar. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar do'stlar. Bu yog'iga ketdi xudo xolasa. Chorva O'zbekiston, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarga zo'rini, yaxshisini do'stlar doim aytib kelaman, yaxshisini, pul tikkanga yarasha yaxshisiga tiking, ertaga umringiz o'tganga achinmang. Shunda kelar. Voy, zaka, voy, urushmalaring. Qoch, urushmalaring. Mana. Kelaverasizlar do'stlar. Ekranda nomer bor, Sayfiddin akam o'zlariniki, aloqaga chiqaverasizlar. Lokatsiya deb yozsanglar bo'ldi. Buqaga o'xshaydi-ya jonivor-a. Uzunligi, gazalari har tomonlama qarang. Bu ko'tdan tushgani ham olgan pulingiz yarmini qoplab qo'yadi.